Savol bilan ko'pchilik murojaat qiladi. Men turmush o'rtog'imni yomon ko'rib ketyapman, nafrat qilib ketyapman, gapirgim ham kelmaydi deb. Mana shuna holatda aytaman. Aslida siz o'zingizdan xafasiz. U insondan emas-da. Turmush o'rtog'idan nafratlanyapman, turmush o'rtog'imni yomon ko'raman, yomon ko'rib ketyapman. Bu savolni ko'pchilik ayollar berishadi. Tushunishmaydi. Aslida nafrat qilishyaptimi, qaysarlik qilishyaptimi, qaysi holatda nafratlanishayotganligisini o'zingiz ham bilishmaydi. Bugun mana murojaat bo'ldi. Bitta ayolimiz, men turmush o'rtog'imdan shunaqa xafaman, eshitgim ham kelmayapti, ko'rgim ham kelmayapti, shunaqa yig'lab gapiryaptilar-da. Xo'p dedim. Suhbatlashdik. Aslida u ayolimiz turmush o'rtoqlaridan emas, o'zlaridan xafaliklari ochilib chiqdi-da. Inson birinchi o'zidan xafa bo'ladi. Nega? Unga qulay bo'lib berdi. Uni hamma aytganlarini qildi, lekin o'ziga quloq solmadi. O'zini unutib qo'yib, jonini berdi, jonini fido qildi, o'zini shaxsiy chegaralarini buzib tashladi. O'zini qiziqishlarini o'ldirdi-da. Faqat eri nima ovqat yaxshi ko'radi, eri nimaga qiziqadi, eri qaysi rangni yaxshi ko'radi, hammasi narsani berib bo'ldimi? Endi nega beradi? U menga qachondir yaxshi gapirarmikin deb beradi. Tushunmagan holatda-da. Endi erkak tarafdan unga qanaqadir qattiq gap bo'lsa, men unga shuncha narsa berdim-ku, qani javob deydi-da. Ana o'sha holatda yig'laydi, dotlaydi. Aslida undan xafa emassiz dedim. Aslida o'zingizdan xafasiz desam, to'g'ri deyaptilar. Ayol kishi birinchi o'rinda bu kibr emas, bu nafs emas. Ayol birinchi o'zini ayolligini his qilish kerak. Har doim aytaman. O'zini nima yaxshi ko'rishi.